Gaz, elektr yoki ko'mir sarflamasdan suv isitish texnologiyasi bor akalar. Quyosh suv isitgichlari. Bugun Toshkentga kelganmiz. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib basseynga bu texnologiyani sinab berishibdi. Ya'ni sizlar отопление deysizlarmi, topli pol deysizlarmi, qaynoq suv bilan ishlaydigan har qanday joyga endi sizlar gaz, elektr, tokka ortiqcha rasvod qilmasdan shunday bobo quyoshimizning nurlaridan foydalanib tekinga suv isitsalaring bo'ladi. O'sha tomda ko'rgan quyosh suv isitgichlarning yordamida 113 tonnali basseynda suvini isitib beryapti ekan. Mana topli pollarni ham o'sha isityapti ekan. Akalar 1 so'm rasvod qilmasdan mazzami gradusini bitta ko'rib olamiz hozir. Gradusi ham o'zi ham 28 ko'rsatyaptimi? Xullas, rosa cho'miladigan suv. Bu texnologiya bilan sanatoriyani basseynlari, dachani basseynlari, issiq suv qayerga kerak bo'lsa, bemalol tekinga ishlasalaring bo'ladi. Narxlari va turlari bilan tanishamiz. Bu naporli, ya'ni bosim bilan suv beradi, suvi tugamaydi. Freonda isitib beradi, nerjavika polniy materialimiz. Chirimaydi, zanglamaydi. Bunisi samotok ishlaydi. Quyosh nuri bilan suvni isitib beradi. Bu narx qancha buni? 4 milliondan boshlanadi. Aha, bu-chi? Bosimliligi 5 milliondan boshlanadi. Bu aytilgan narxlar donani narxi akalar. Optimda ham berishadi, dillerlarga yana ham arzon berishadi. Butun O'zbekistondagi akalar diller qabul qilishadi, soqqa qiladigan payt keldi. Aloqaga chiqinglar. Pastda raqam qoldirganmiz.